Assalomu alaykum. Yangi yilda yangi uy qurishni mo'ljallab yurgan aziz vatandoshlar, bugun sizlarning e'tiboringizga yana bir yangi loyihamizni ko'rsatib o'tamiz. Imoratning tashqi o'lchamlari 26x40 ga, uzunasi 14x40 ni tashkil etadi. Demak, video davomida uyimizning shu holgacha qancha pul ketgan, ustalar necha so'mdan ishlagan, shu va shunga o'xshash boshqa foydali va muhim ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, video yoqsa like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Demak, kirganimizdan darzoxonaning o'lchamlari 480-14 metr. Bitta mehmonlarning yotib qolish uchun bitta xona qilingan, 5 metrga 480. Endi uyimizning hovli tarafdan bir ko'rinishini ko'rib o'tamiz. Undan oldin bir kirgan joyimizni ham yana ko'rsatamiz. Kirgan joyimiz salgina kattaroq bo'ladi. Darzoxona 5 metrga 10 metr, ya'ni yozda o'tirish uchun, tapchan qilish uchun old tomoni sal kattaroq qilingan. Demak, hovli tomonidan imoratimizni ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Asosiy kirish qismi hovli tomonidan qilingan. Shu ikkita kolonnaning ustida naves bo'ladi. Shu naves orqali, demak, uyimizga kirish asosiy qismi bo'ladi. Demak, uyimizning bir qismi podval qilingan. Hozir podval qismini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Demak, podvalimiz kiramiz. Kirganimizdan demak, podval balandligi 240 tashkil etadi. Uzunligi 14x40 ni tashkil etadi. Eni 4 metr. Bemalol yozda sklad sifatida foydalansa bo'ladigan yoki bir trenajyor xona sifatida ham foydalanish mumkin. Endi uyimizning, shu podvalimizning quyilish videosini ko'ramiz. Demak, uyimizning podval qismining poli 30 santimetrlik plita sifatida quyilgan. Bu ya'ni o'sha yozda yomg'irlardan ancha ushlash uchun bu ish qilingan. Bahor oylarida ancha suv ko'tariladi, namdan ushlash uchun 30 santimetr beton, orasida 30 ga 30 yacheyka qilib, 12lik armaturadan tashlab 200 markada beton quyildi. Devorlari 40 santimetrdan qilib, balandlik 240 qilib quyilish jarayonini ko'rib turibmiz. Va uyimizni tiklanish jarayoni ketyapti. Ko'rib turganingizdek, ish avjida. Endi tepa qismidagi poydevorlarni, armaturalarning to'qilishini ko'rib chiqamiz. 25 santimetrga 20 santimetr qilib 12lik diametrdan arma setka to'qildi. Ostida esa poliizol, uni ostida esa shag'al to'shalgan. Bu o'sha namdan gidroizolyatsiya sifatida foydalanish uchun bu narsalar qilinyapti. Armaturani namdan saqlash uchun. Beton quyish jarayonida bu setkalar ko'tarilib ketiladi. Ya'ni tagida ham beton kiradi. Endi betonimizni quyib oldik. Endi keyingi navbatdagi ishimiz shu quyilgan betonlarni ko'miladigan qismini izolyatsiya qilib chiqamiz. Devorimizni, demak, issiq bitumni sepildi. Undan keyin poliizol qizdirilib, yopishtirilish jarayonini ko'rib chiqamiz. Bu o'sha bizda yozda yoki bahor oylarida yomg'ir, qor suvlarini yon tomondan uyda ancha saqlab turadi. Va zax, nam qaytarish holatlarini to'xtatadi. Endi shu holgacha fundamentimizga qancha pul ketgan bir hisoblab chiqamiz. Jami quyilgan beton kubi 110 metr kub, 40 million so'mga beton olingan. 1600 metr armatura olingan, 16 million so'mga. Podvalning tepa qismiga 13 dona plita yotqizilgan, 15 million so'mga olingan. Ustalarimiz 40 million so'm pul olgan va izolyatsiya uchun 10 million so'm pul sarflangan. Shunda poydevorimizning shu qismi uchun 130 million so'm pul sarflangan. Va uyimiz, ya'ni kladkaga, g'isht terishga tayyor holda turibdi. O'sha bu ko'rsatgan podvalimizning boshidagi qismi. Endi g'isht ishlari boshlandi, ya'ni g'isht terish ishlari boshlandi, qavat ko'tarilish boshlandi. Har bir qavatimizning, birinchi qavatimiz demak balandligi 3 metr 60 santimetrni tashkil etadi. Demak, uyimiz to'liq pishig'ichdan ishlangan. Burchaklarda kolonna va regellar quyiladi. 50 ming dona pishig'ich jam ketgan, 50 million so'm. Kolonna va regellarimiz uchun 20 million so'mga armatura olingan, 15 million so'mga beton olib quyilgan.
ko'rib turganingizdek barcha poyaslar nimalar quyildi. Endi navbatimiz plita bosish etabiga yetib keldik. Uyimizni tepadan bir ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Mehnatlarimiz uchun bitta like bosishni esdan chiqarmang. Demak, plitamiz ham yetib keldi. Plitamiz 30 dona plita zakaz berilgan 30 million so'mga. Va shu holatda endi hisob-kitob bir qilib chiqamiz. To'liq plita bilan yopilishi uchun qancha pul ketdi demak. Ustalarimiz ham 45 million so'm pul olgan. Jami qavat rejasi, ya'ni noldan tepa qismi 180 million so'mga aylandi. Endi keling, uyimiz tayyor bo'ldi deb hisoblaymiz. Uyimizni endi ichki qavat rejasini bir ko'rib chiqamiz. Demak, qavat rejasi kirganimizdan holni o'lchamlari 7 metrga 6,5 metr. Holimiz ancha kattagina. Hovliga qaragan derazalari bor. Bemalol umumiy xona sifatida ham foydalanish mumkin, kundalik xona sifatida. Va kirganimizdan chap qo'ldagi, o'ng qo'ldagi birinchi xonamiz oshxona. Oshxonaning o'lchamlari 4 metrga 5,5 metr. Ovqatni tayyorlab o'tirib yeyish uchun barcha sharoitlarga ega oshxona. Demak, endi keyingi xonaga yana o'tamiz. Demak, keyingi xonamiz, oshxonadan keyingi xonamiz, holni yana bir ko'rinishi. Bu xonamiz o'sha mehmonxona. Mehmonxonaning o'lchamlari 7,5 metrga 4 metrni tashkil etadi. Ko'chaga qaragan va darvozaxonaga qaragan eshik va derazalari bor. Bu darvozaxonadagi eshigimiz. Darvozaxona orqali ham kirsa bo'ladi, uyning ichidan ham kirsa bo'ladi. Ikkita eshik qilingan. Demak, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz bir ota-onalar uchun yotoqxona bo'lib hisoblanadi. Bu yotoqxonaning o'lchamlari 6,5 metrga 4 metrni tashkil etadi. O'zini ichiga yuvinish xonasiga ega. Ko'chaga qaragan derazasi ham mavjud. Demak, yuvinish xonasi, o'zini ichidagi yuvinish xonasining o'lchamlari 2 metrga 240 ni tashkil etadi. Ko'chaga qaragan forchkasi qilingan. Ya'ni havo almashish uchun yaxshi sharoit qilingan. Demak, keyingi xonaga yana o'tamiz. Endi keyingi xonamiz ikkita bolalar xonasi qolyapti bizda. Birinchi bolalar xonasining o'lchamlari 5 metrga 4 metrni tashkil etadi. Bu ham ko'chaga qaragan derazasi bor, tabiiy yorug'lik yaxshi tushadi. Bemalol dars qilib, dam olib, o'ynab kulish uchun joyi yetarli. Keyingi ikkinchi xonasi, bolalar xonasining o'rtasidagi umumiy yuvinish xonasi. Bu yuvinish xonasining o'lchamlari 240 ga 240 ni tashkil etadi va oxirgi bolalar xonasi 4 metrga 5 metrni tashkil etadi. Shunday qilib aytganda, umumiy shu uyimizga ketgan sarf xarajat 310 million so'mni tashkil etadi. Demak, ushbu video foydali va manzur bo'lgan bo'lsa, like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Uy qurishni niyat qilib yurgan do'stlaringizga videoni ulashing. Kanalimizni rivojlanishi uchun o'z hissangizni qo'shing. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.